birliginde türlü sanat janrları her bir şekillerden halkımızın manevi ihtiyacını kandırıp gelmekte. Tanrımız sahnimizge sanat diyğimizdeki şundaqla sahnimizdeki bir cüt Kızılgül, Abdurrahim Aziz bilan Ruqiya Oğuzqasım təklif qilamiz. Ularning ijrosida ko'pchilikning huzurida sunmoqchi bo'lganimiz Etos vakolatan mal sotuvchi. Qani marhamat. Kim? Men. Kirim. Assalomu alaykum. Alaykum. Qani keling o'tiring. Bo'ldi, rahmat. Unda siz birazdan izlab keldingizmi ya? Yo'q. Men vakolatan mal sotuvchi. Tuyshoyen. Tuyshoyen. Shunda. Ha, tuyshoyen. Men sizni bir yer ko'rgandek qilaman-ku. Ha? Voyjon, endi esim keldingiz. Siz ayliqqa kusarko sotadigan? Kusarko'g'u. Astagfirullah, men kusarko sotadigan kusarko emas. Kusarko sotadigan loban. Ha, loban. Sizning bu? Endi xabaringiz bor, hozir qish bo'lib qoldi emasmi? Kusarkoni paxtliq sotay desammi, hech kim olmaydiki. Reymatizm, reymapacha qo'qirishdan qo'rqadigan o'xshaydi. Shunga men hozir vakolatan mal sotishni qilyapman. Chunki men sizga qarab qurboniyat munosabati bilan yangidan chiqqan, boshqalarga ishlatib boqmagan davlat bir mahsulotni so'z ustida sizga taqdim keldim. Ha, yaxshi. Qanday mahsulotdi-yu? Bu mana iskili chaq markali o'rib o'tishmaydi. Siz şahmardalık oğurluğu düşünelim mi? Şurada. Rahmet oldu bu meselenin içerisinde ben arzu ettiğiniz yerden Ahmet. Rahmet başka ileride çıkıp tanıştırıp gitmek mi? Rahmet. Tamam. Makaram şuradır. Semizlik emez oğlan bilen benimce toy kılıp birini tutsanız göz kaçırılan tamamen İzora'nın kinosu yan oluyor bir demek için. Toy kılıp birinden tutsanız kız oldu mu? Ha? Vay ben Allah'ın ayakta çıkıyor tutup oldum. Çıkıp tırmandım bana. Bir gözünüz yanlış çıktı oldunuz mu? Recep tanımagandek otursiz ha? Rahmet oldu başka ileride çıkıp. To'xtan, keling, o'tiring. Voy, keling, ha. O'tiring. Men qarang. Chiroyingizni qarsam bag'o bir narsa sezganda qilyapman, juma. Ha. Kunda kechda uyqungiz kelamdi. Ha. Shut qo'singiz ochamdi. Ha. Demak siz samirishga shart hozirlab o'tibsiz. Eng yaxshisi bizning iskili shaq markali o'rin qilish malamidan bir necha qop ishlatib bersangiz, pegoringizni mushkil saqlab qola olasiz. Uning ustiga qirg'anda qilgan pazazdan yarashgan qo'riq yaxshi. Samirib ketgan kasaldan siz bizga qo'riq yaxshi degan anglaganmi? Agar bizning maslahatingizni ishlatib bersangiz, pegoringizni mushkil mafli holatda saqlab qo'yishingiz mumkin. Jo'q. O'tiring. Agar siz bu maslahatni ishlab, mushbitil ichib tura olasangiz, eringizning ko'zi kunda qizmaldek ko'rinib, eringizning sirtqa taloq qarab turishdan oldin og'li bo'ladi. Ha, bak unda bu maslahatni qanday iste'mol qilganini bilib baqsam bo'ladimi? Asan, bu maslahatni ishlatsangiz, qarang. Yoshlik bahoringizni urg'itib, pegoringizni iskili chaqdek avrishim qilib o'tadi. Uning ustiga siz har qanday ishda chashqandek hushyor, mushukdek savrichan, qurtdek yumshoq qo'ng'izdek ruh qopsiz. Qurtdek yumshoq qo'ng'izdek ruh dedingizmi? Qarang, hali qurtdek yumshoq deganimiz qurt o'zi yumshoq bo'lgan bilan mana nima degan qattiq yog'ochni teshib kirkitaylik-ku. Mana bu ruhmish bizning dorining ichida bor. Elqi qo'ng'izdek ruhliq deganimiz bir qo'ng'izni bilgan dasivasini 4-5 kun harakat qilib mediraydi shundaq-ku. Harakatchanligingizni oshirdi deganlik. Uning ustiga sizning shu mahaldagi bir necha ayollarga hammamizga degan sattimjimi? Elqi kambag'alroq ayollar bir ish qopdan oldi. Sizga o'xshab chiroyli satan qiz bola 3 tun ilyapsizmi? Lekin men bir ishga hayronman, shu qariqotlar birini olmaydigan to'v deyman. Sizlarni hammasi o'tdi. Unda qas nima ish qilib ketib olay? Magi bungiz joyida oldi. Bir qancha bu? Azam 150 qo'y. Mana qimmatga bu 150 qo'y. Men ishlagan degan 50 qo'ydim biringa. Nech bu? 50 qo'y. Tishida qiypig'imi ya? Voy bu quruqqanni qanday qilaman? Men qarang, 50 qo'ylik biz buni sizga tangligini olamda. Ya biz sizga 50 qo'ylikni qilolmasangiz. Bu vaqo qarangmi butun shahar bo'yicha eng to'van baho. Uni ustiga biz daja qilib qo'ygandigiga bacho bir zey. Bu ishqamni deb olay bo'pti. Lekin buni qanday ishilganligini men bir tushuntirib qo'ying. Asan atiganda, kechda, tushda, uch vaqt istingizda bo'ldi. Bu dorini ichgandan boshlab siz bir kunda 24 soat ichida eng ko'p bo'lganda
2 soatdan 3 soat uxlaysiz. Balkim siz idorangizga mashinadan borsiz, minib kelasiz. Atiganda nashida hech nima yemaysiz. Tushda 2 kishin tomoqni zo'lab yeysiz. Kechda bir taq popotaq janisingizni kupay. Shappi uxlab ketasiz. Ma'qul bo'pti, bu ishqamni olay. Nima gapingiz joyida bo'ldi, lekin Nima lekin? O'tiring. Lekin shu endi siz tomoqdan egiz pas bo'lib ketgandan keyin men uchun oshqozoningizda ozroq mashli ko'rilib qolammi deyman. U vaqt qanaqa qilaman? Doğrusu mende var. Mana bu oshqozon doğrusu. Birisi 180 yen. Bu doğrunu iste'mol qilsangiz, oshqozoningizning harakatini yaxshilab ishlayingizni ochadi. Buni bir qop bilan eng yaxshisi. Buni qanday ichaman? Oson. Og'zingizni silib qaynoq suvga güp bitishsiz. Ma'qul. Ma'qul. Endi boshqa ishlar yo'qmi? Boshqa ishlar bor, o'tiring. Lekin qarang, bizning bu dorini ichgandan keyin shappi urug'laysiz dedim-ku. Urug'laydi degan gap nimadan darak ko'rdi bilamsiz? Teringiz bo'shib, qaltirishib ketadi degan gap. Teringiz bo'shib, qaltirishib ketsa nima qilib o'zgardi? Chiroyingizda qo'riq paydo bo'lishi mumkin. Qo'riq degan xotin kishining ashaddiy dushmani. Ho'ja, u vaqt qanaqa qilaman? Yuzimga qo'riq chiqib ketsa? Amalim endi bor. Mana bu Zamaski markalik sharbetiy shilim. Mana, buni ishlataman. Buni qanday ishlataman? Buni ishlatish usuli nihoyat oddiy. Buni mana shu kechda, mush qo'riq tushgan yeringizga xonga bilan tuzni aralashtirib, ozroq tavizning shapqini qo'shib, ashaga chapsiz. Chapamdim. Ma'qul. Lekin buningda mancha parisidigan ishlar bor. Qanday parisitimi? Buningda siz oldi bilan mushu qo'riq yo'qotish uchun har qancha kulguli gap anglasangizmi, qat'iy kulmasligingiz lozim. Har qancha qayg'uli shum xabar anglasangizmi, qayg'urmasligingiz lozim. Voy, bu qanday kulmay, qayg'urmay yashig'ulamni bu jonda? Bo'ladi, navoda bir kulgingiz kelib ketsa, ish qo'lingizdan chiroyingizni tatib turib kuling. Hay, qiziq gap qildi ekansiz. Qanday ish qo'ldan chiroyini tatib kulgin bo'ldi? Bo'ladi. Ay, sizga bu masalalarni ishlasam, rasul o'riqlab, yuzimdagi qo'riq yetib, chiroyli qilib ketamdi. Albatta, chip chiroyli qilib ketasiz. Ma'qul, ana qilib. Lekin voy, yana nima lekin? O'tiring. Endi siz ya kulmay, ya yig'lamay yuraversangiz qarang, balkim sizda xomushlik kesib paydo bo'lishi mumkin. Bu xomush degan go'mush degan gap. Uyda bitta o'tasangiz eringizdan beqinga mush deganlik. Go'mush? Ammo ansirmang, buning to'g'risi menda bor. Mana bu sharbetiy kulka qursi yig'latar xuboyi. Burishda basmak azam. Hey, sizin bu mahsulotlaringizning birinchi zotinglarning ismi yo'q ekan-ku. Zot ismi bor. Bizning zotning to'piga yo'q, biz bo'lgan ashar bor. Lazim bo'lsa shaytni ko'rib oling. Siz sen birdan taxlab turaman, kirib chiqay. Ma'qul. To'xtam. Bayam ishga balam bor deganda qildingiz, ha? Agar balangizga kerak bo'lsa, menda maxsus balalar uchun ishlangan qo'noq shixi markalik bo'y o'stirish to'g'risi bor. Rahmat bo'ldi. Men sizga pul chiqaman, sen birga ketmay taxlab turaman. Nimaga aldiraysiz? Agar yana eringizga lazım bo'lib qolsa, menda yana iskilit sham markalik o'rqitish malimidan boshqa xiyma markalik bo'rak quvvatlash javri bor. Voy, bo'ldi, rahmat. Sizga bizdan taxlab turaman, biz birga ketib qolamiz. Esingizda bo'lsa, men yana bosh sopini, chap sopini, yuz sopini, shimini qatorliq dorilarni bajman, dorilari. Voy, bu pulishga menda qaq ko'tarib chiqibsiz-ku. Biz shaka qilmaymiz, naqd pul olamiz. Ma'lum qo'lingizni ilib o'tarib ko'rib ketmayman. Men resimdasizmi? Amen shu. Men bu savdo sanoatni ma'muriy boshqarish idorasi. Siz savdo sanoatni ma'muriy boshqarish idorasinmi? To'g'ri. Men iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash chiqarishdim. Siz ayni vaqtda kusarga sotgan vaqtingizda iste'molchilar jamiyatidagilar meni qo'g'lab solmaydi, da'vatlamsangiz? Chaqchaq qilib qo'ygan. Bugun oldin o'zingiz kelibsiz mana. Ya, men keldim. Siz maxsus sizlarga o'xshash zot adresi, zot ismi aniq bo'lmagan, soxta, nachar, sifatsiz tovarlarni ishlab chiqarilgan va sotadigan aldamchilarga zarba beradigan xodimlar. Men bilaman-a? Nega borman? Sizning idoraga. Bo'ldi, uyimizda patlab qo'ygan idora nima bor? Voy, men ham Qana manda bo'lsin. Ma dorilarning hammasini men sizga haqsiz berib o'tay, pul olmay, par oldi deb arz qilmay, meni bir qo'yib o'taman. Voy, bu soxta mahsulotlar menga kerak emas. Menga? Astagfirullah, men bu azalda shapkisi odamga bir narsa sotmaydim. Menga?
Maqarang, undamı deyishib ketmaylik, kim assalomu alaykum deyishib qolamiz yana. Voy, bo'ldi, qurgan asli men deganiki menga. Menga. Unda siz menga sizga hurmat kuching. Voy, nima hurmat, menga hurmat degan bo'lsa, menga. Tashqarida o'lgisi kelsin, shu ko'rib tushib turgan